Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi video lavhamizda buyraklar salomatligi uchun juda muhim bo'lgan ajoyib mahsulotlarni bilib olasiz. Demak, birinchi o'rinni zaytun yog'i band etadi. Yallig'lanish jarayonini kamaytiradi. Butun organizm, shu jumladan buyraklarga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Olein kislotasiga boy. Bu esa buyrak to'qimalarining sog'lom bo'lishiga yordam beradi. 2. Shirin kartoshka, ya'ni batat. Tarkibida ko'plab vitaminlar va minerallar bor. Ular natriy balansini saqlashga yordam beradi. Buyraklarga ortiqcha yuk tushishining oldini oladi. 3. Suv. Agar siz kuniga yetarli miqdorda suv ichsangiz, buyrak kasalliklari sizni bezovta qilmaydi. Minerallar ortiqcha to'planib qolishining oldini oladi. Bu esa buyrak toshlarini oldini olishga yordam beradi. 4. Tarvuz va qovun. Yozda tarvuz va qovunni o'zingiz va bolalaringiz ko'proq iste'mol qiling. Bu mahsulotlarning juda ko'p qismi suvdan iboratligi va ko'p peshob saqlashi tufayli buyraklarda yig'iladigan tosh va qumlarni yo'q qilishga yordam beradi. Qancha ko'p tarvuz qovun yesangiz, buyragingiz shuncha toza bo'ladi. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yana bir foydali ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Hayron o'z kanalini kuzating va doimo sog' salomat bo'ling.